Avvalambor assalomu alaykum. Mana yangi proyektga start berdik-da. Proyektning nomi nima deb ataladi? Kim biladi? Kim topadi bu? Hozir qiziqganlar bo'lsa, qarab turinglar, proyektning nomini oxirida aytamiz. Mashina Toyota Crown 1979-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina ramni основе, то есть внедорожниклар o'sha Prado'larday ramada turibdi. Bu ham shu ramasi bor mashina. Mana unga o'xshagan. Xo'p. Bu proyektning nomini ming afsuslar bo'lsinki, metallom deymizda. Bularga boshqa iloji yo'q. Buni ishi juda ham ko'p. Qilsa bo'ladi, kimdir qilish kerak. Meni hozir metallom qilishdan boshqa choram qolmadi buni. Molonga yaxshi mehr ketyapti, bunga mehr berishga mehr qolmay qolyapti. Bunga ham mehr bersak, xotinga yetmay qoladi mehr. Так что xayrlashyapmiz. Toyota Crown 79-yilda Toyota Crown bilan mana xayrlashyapmiz. Hozir kesamiz. Polni buni kesib maydalab metallomga topshiriladi, xudo xolasa. Salomat bo'linglar.